Bismillahirrahmanirrahim. Sura Saba. Nahayeti şefqatlik ve mehribon Allah'ның ismi bilan boshlayman. Elhamdülillahi'llezî lehu mâ fis-semâvâti ve mâ fil-ardı ve lehul hamdu fil-âhireh ve huvel hakîmul habîr. Cemi hamdu sana Allah'a xosdir. Osmonlardagi va zamindagi hamma narsa Allah'ның mulkidir. Oxiratdagi hamdu sanomu Allah'a xosdir. Allah hikmat bilan ish qilg'uchidir. Hammadan xabardordir. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. Allah zaminning qo'yniga kirib ketadigan, ya'ni yomg'ir, kon va o'liklarga o'xshash narsalarni, zamindan chiqadigan o'simlik, buloq va quduqlarning suvlari qatorliq narsalarni, osmondan tushadigan farishta, yomg'ir, ajal, rizq qatorliq narsalarni, osmonga o'rlaydigan yaxshi amallar, maqbul duolar qatorliq narsalarni bilib turadi. Allah bandalariga nihoyat mehribondir. Tavba qilguvchilarni nihoyat mag'firat qilguvchidir. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. Kafirlar bizga qiyomat kelmaydi deydi. Aytqinki, undaq emas. Parvardigorim bilan qasamki, qiyomat sizlarga cho'qim keladi. Allah g'ayibni bilguchidir. Osmonlardagi va zamindagi zarra chog'liq narsa Allohdan yiroq emasdir. Uning, ya'ni zarradan kichikroq narsa bo'lsin, cho'ngroq narsa bo'lsin, lavhul mahfuzda xotirlanmagani yo'q. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. Ularning lavhul mahfuzda xotirlanishi iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlarni mukofotlash uchundir. Ana shular mag'firatga va esil rizqqa erishadi. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. Bizning oyatlarimizga kuchining bericha qarshi turganlar qattiq azobga duchor bo'ladi. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. İlim berilganlar, ya'ni sahobalar va keyingi amal qilguvchi ulamalar sana Parvardigoring tarafidan nozil qilingan Qur'onning shubhisiz haq ishkanligini, insonlarni g'olib hamdu sanoga loyiq Allohning yo'liga boshlaydiganligini biladi. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. Kafirlar bir-biriga aytadi. Sizlar qabrlarda chirib
tutma talang bo'lib ketgandan keyin cho'qim yangidan yoritilisizlar deb xabar beradigan bir odamni ko'rsatib qo'yaylikmi? أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. U Allah'qa yalğanını toqudu mu? Ya u elişip qaldı mı? Hergiz undaq emas. Ahiretke iman keltirmeydiganlar azapta ve çoğunqur gumrahlıqtıdır. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. Ular oldidiki ve orqasidiki ularni o'rab turgan osmon bilan zaminga qaramamdi. Agar xohlasak ularni yerga yotqizimiz yoki osmonni ularning ustiga parcha-parcha qilib tushiramiz. Buningda Allohga qaytquchi har banda uchun albatta Allohning qudratini ko'rsatadigan dalil bor. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ. Biz Davudqa dargohimizdan haqiqatan fazil, ya'ni payg'ambarlik, zabur, tog'larning va qushlarning bo'ysunishi, tömürning yumshoq bo'lib berishi, savut yasashni bildirishlar ata qildik. Ey tog'lar, ey qushlar, Davud bilan birlikda tasbih aytinglar dedik. Tömürni Davudqa yumshoq qilib berdik. أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Biz onunğa aytdik. Mükemmel savutlarını yasagın. Savutlarını yasaşda halqılarını bir-biriga takşi qilgin. Ey Davud oilasidagilar, yaxshi ish qilinglar. Men haqiqatan sizlarning amallaringlarni ko'rib turg'uchiman. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ. Süleyman'a şamalni boysundurup berdik. Şamal tushdan ilgari bir oylik musofini, tushdan keyin bir oylik musofini bosatdi. Uningga mis chiqadigan buloqni oqqizib berdik. Ba'zi jillar Parvardigorining amri bo'yicha Süleymanning oldida ishlaydi. Ulardan kimki bizning amrimizga xiloflik qiladi ekan, uningga biz do'zax azobini tetitimiz. يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن مَّحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ الرَّاسِيَاتِ اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ. Ular Süleyman'a u xoligan katta saraylarni, mistin, aynaktin ajoyib haykallarni, ko'ldak cho'ng legallarni, cho'ngliqtin medirlamaydigan qozonlarni yasaydi. Aytdiki, ey Davud oilasidagilar, Allohning bu cho'ng ne'matlarga shukr qilinglar. Mening bandalarimdan Allohning ne'matlariga shukr qilguvchi bak oz.
فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ. Süleymanның vafatını hüküm kılgınımızda, yani onu vafat kıldırgınımızda, Süleymanның ölgenlikidin cillarını fakat onun hassını yiyen kurtlar xabardor kıldı. Süleyman hassını kurt yep yıkılgan çağda, cillarga eniq boldi ki, agar ular g'ayibni biladigan bo'lsa edi, xor qilg'uchi azobda, ya'ni shuncha uzoq vaqt eg'ir amgakda qolmagan bo'ladi. لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. Şübhisiz ki, Saba qavmiga ularning turadigan joyida Allohning qudratini ko'rsatadigan buyuk dalil bor edi. Uning o'ng tarafida bir turkum bog'lar, so'l tarafida bir turkum bog'lar bor edi. Ularga aytdikki, Parvardigoringlar bergan rizqdan yanglar va uningga shukr qilinglar. Sizlarning joyinglar baland joydir. Sizlarga rizq bergan Parvardigoringlar shukr qilg'uvchini mag'firat qilg'uvchi Parvardigordir. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. Ular şükürdün baş tarttı. Şunun bilen ularga qattiq salni avatdiq. Ularning bog'larini ochiq mevelik, yo'lg'ulliq, oz to'la sidrliq, ya'ni yovichilolliq bog'larga aylantirdik. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. Ular kufrlik qilganliklari uchun mushundoq jazoladik. Biz faqat kufrlik qilguvchilarni la jazolaymiz. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. Ular bilan biz bereketlik qilgan qishloqlar orasida ko'rinib turadigan tutishib ketgan nurg'un qishloqlarni barpo qildik. Ular orasidagi mengishni o'lchamlik qildik. Ya'ni safarda yemek ichmak elib olmasmi bo'ladigan. Atigan chiqqan yo'lovchi tushda bir o'tanga yetib borsa, kechda bir o'tanga yetib boradigan qildik. Ularga aytdikki, ularning orasida kechalarda va kunduzlarda tinch omon menginglar. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. Ular Parvardigorimiz safarlarimiz orasini, ya'ni o'tanglar orasidagi musofani yiroq qilgin dedi. Ular o'zlariga zulm qildi. Ularni biz keyingi kishilarga cho'chak qilib qoldirdik. Ularni trepsin qilib atdik. Buningga har bir baloga sabr qilg'uchi,
ne'matga shukr qilguvchi uchun nurg'un ibratlar bor. وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. İblis ularni ozdirishdan iborat gumonini haqiqatan ishga oshirdi. Chunki bir turkum mo'minlardan boshqa ularning hammasi iblisga ergashdi. وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ. İblisning ular yani ergashkuchilar ustidan vasvasa qilish bilan hukmronlik qilishi faqat bizning oxiratga iymon etquchilar bilan uningga shak keltirguchilarni bilib olishimiz uchundir. Parvardigoring hamma narsani kuzatguchidir. قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ. Aytqinki, sizlar Allah'ni qo'yib ma'bud deb qarg'ininglarni chaqiringlar. Ular osmonlarda va zaminda zarra chog'liq narsaga ega bo'lolmaydi. Ularning osmon zaminning yaratilishi va boshqarilishida Allohga hech sherikchiligi yo'q. Ularning ichida Allohga osmon zaminni idora qilishda yordamlashadigan hech yordamchimi yo'q. وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. Allah izni bergan odamdan boshqaga Allohning dargohida shafaat foyda bermaydi. Shafaat qilguvchilarning dillaridan qo'rqinch ko'tarilganda ular ondan ba'zisiga Parvardigoringlar shafaat to'g'riliq nima dedi deydi. Ular javoban haqni dedi. Ya'ni mo'minlarga shafaat qilishga ruxsat qildi deydi. Allah yuksakdir, kattadir. قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Aytqinki, sizlarga osmonlardan va zamindan kim rizq berib turadi? Aytqinki, Allah rizq berib turadi. Shubhisizki biz yoki sizlar cho'qim hidoyatdadurmiz yo ro'shan gumrohlikdadurmiz. قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Aytqinki, bizning qilgan gunohimiz uchun sizlar so'roqqa tortilmaysizlar. Sizlarning qilmishinglari uchun biz so'roqqa tortilmaymiz. قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ. Aytqinki, Parvardigorimiz bizni qiyomat kuni yig'idi. Ondan bizning oramizda haqliq bilan hukm chiqaradi. Allah adil hukm qilguchidir. Xaloyiqning ahvolini bilguchidir. قُلْ أَرُونِيَ الَّذِينَ أَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ كَلَّا بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Aytqinki, manga aytib beqinglarchu. Sizlarning Allohning sheriki deb atib olganinglar
hargizmi undaq emas. Balki u Allah g'olibdir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Seni biz faqat bütün insonlar uchun mo'minlarga jannat bilan xushxabar berguchi va kofirlarni azob bilan ogohlantirguchi qilib avatdik. Va lekin insonlarning to'lisi buni bilmaydi. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Ular agar sizlar rostchil bo'lsanglar, bu va'da, ya'ni sizlar bizni qo'rqitayotgan azob qachon ishga oshidi deydi. قُل لَّكُم مِّيعَادُ يَوْمٍ لَّا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ. Aytqinki, sizlarga azob uchun va'da qilingan bir kun borki, uningdan birdammu ilgari keyin bo'lmaysizlar. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن نُّؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ الْقَوْلَ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ. Kafirlar bu Qur'onga va uningdan ilgirki kitoblarga hargiz ishonmaymiz deydi. Agar zolimlarni Parvardigoringning dargohida to'xtatib qo'yilgan chog'da ba'zisi bilan jidallashayotganda ko'rsang eding, albatta qo'rqinchli holni ko'ratding. Bo'zaq qilinganlar, cho'ngchilik qilganlarga agar sizlar bo'lmasanglar, biz cho'qim iymon aytatdik deydi. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. Çoğunçılık qilganlar, bo'zaq qilinganlarga sizlarga hidoyat kelgandan keyin biz sizlarni uningdan to'sdiqmi? Hargiz to'smadik. Sizlar o'zinglar gunoh qilg'uchi bo'ldinglar deydi. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. Bo'zaq qilinganlar, cho'ngchilik qilganlarga hargiz undaq emas. Sizlarning bizga kech kunduz qilgan heyli mikringlar bizni iymondan to'sdi. O'z vaqtida sizlar bizni Allohni inkor qilishga va uningga sherik keltirishga buyurdinglar deydi. Azobni ko'rgan chog'da ular har ikki guruh iymon etmaganliklariga ichida pushaymon qiladi. Kofirlarning bo'yinlariga taqoqlarni solamiz. Ularga faqat qilmishlarining jazosi beriladi. وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ. Qaysi shaharga bo'lmasin, biror ogohlantiruvchi avatsakla, uning davlatman odamlari shubhisizki biz sizlarning payg'ambarlikinglarni inkor qilamiz dedi.
وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. Ular yana bizning mollarimiz va bolalarimiz eng ko'p. Biz azoblanmaymiz dedi. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Aytqin ki, haqiqatan Parvardigorim kimning rizqini keng qilishni xolisa, uni keng qiladi. Kimning rizqini tor qilishni xolisa, uni tor qiladi. Lekin kishilarning to'lisi buni uqmaydi. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. Mallarыңlar va bolalarыңlar sizlarni bizga yaqinlashtira olmaydi. Faqat iymon etgan va yaxshi amal qilganlarga qilgan amallari uchun hassilab savob beriladi. Ular jannatning esil o'ylarida har qandoq ko'ngilsizlikdan amin bo'lgan holda turadi. والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون. Bizning oyatlarimizga kuchining berichi qarshi turganlar azobga duchor qilinguchilardir. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. Aytqin ki, haqiqatan Parvardigorim qaysi bandasining rizqini keng qilishni xolisa, uni keng qiladi. Qaysi bandasining rizqini tor qilishni xolisa, uni tor qiladi. Allohning yo'lida bergan narsanglarning o'rnini Alloh to'ldirib beradi. U rizq berguchilarning yaxshisidir. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. U kunda Allah ular, yani mushriklarning hammasini hesab elish uchun yig'idi. Ondan farishtalarga bu kishilar sizlarga cho'qinganmidi deydi. قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. Ular aytdi: Sen paktursan. Bizning do'stimiz ular emas, sen. Ular bizga cho'qinmaydi, balki jinga cho'qinatdi. Ularning to'lisi jinga iymon keltiratdi. فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. Bugün sizlar bir-biringlarga foyda ziyon yetkazolmaysizlar. Biz Allohdan g'ayriga cho'qing'uchi zolimlarga sizlar chin tutmagan do'zax azobini tetinglar deymiz. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن
يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين. Ularga bizning ro'shan oyatlarimiz o'qib berilganda, ular bu faqat sizlarni ota-bovanglar cho'qingan butlarga cho'qinishdan to'smoqchi bo'lgan odamdir deydi. Hamda ular bu faqat to'qilgan yolg'on so'zdir deydi. Kofirlarga haqiqat yetib kelganda, ular bu faqat o'p-o'chiq sehrdir dedi. وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَذِيرٍ. Ularga o'qiydigan hech qanday kitoblarni ato qilganimiz yo'q. Sendin ilgari ularga hech qanday payg'ambarmi avatganimiz yo'q. وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ. Ulardan ilgari o'tganlar haqni inkor qilgan. Ular, ya'ni Makka kuffarlari, ular, ya'ni ilgirkilar erishgan kuch-quvvatning 10dan 1gimi erishmagan. Ular mening payg'ambarlarimni inkor qildi. Ularga mening jazoyim qandoq bo'ldi? Qul innama a'idukum biwahidah an taqumu lillahi mathna wa furada thumma tatafakkaru ma bisahibikum min jinnah in huwa illa nadhirun lakum bayna yaday azabin shadid. Aytqinki, men sizlarga bir ishni tavsiya qilaman. Sizlar xudolik uchun 2dan yo 1dan turinglar. Ya'ni Allohning roziligi uchun yig'ilib yoki yakka holda haqni tilanglar. Ondan fikr yurgizinglar. Hamrohinglarda, ya'ni Muhammadda hech majnunlik yo'q. Faqat u qattiq azob nozil bo'lishdan ilgari sizlarga avatilgan bir ogohlantiruvchidir. Qul ma sa'altukum min ajrin fahuwa lakum in ajriya illa 'ala Allohi wa huwa 'ala kulli shay'in shahid. Aytqinki, sizlardan hech qanday haq talab qilganim yo'q. U sizlarga bo'lsin. Ajrimni faqat Allohdan tilayman. Alloh hamma narsani ko'zitib turg'uchidir. Qul inna robbi yaqdifu bil haqqi 'allamul ghuyub. Aytqinki, Parvardigorim haqiqatan haq orqali botilni otidi. Ya'ni pokitni ro'shan bayon qiladi. Alloh g'aybni tamamen bilguchidir. Qul ja'al haqq wa ma yubdi'ul batil wa ma yu'id. Aytqinki, haq, ya'ni islom keldi. Botil yo'qoldi. Botil biror maxluqni paydo qila olmaydi. Yo'qolgan biror maxluqni asliga keltirolmaydi. Qul in dalaltu fa innama adillu ala nafsi wa in ihtadaytu fa bima yuhi ilayya rabbi innahu sami'un qarib. Aytqinki, agar ozsam, ozg'onligimning ziyni o'zimgidir. Agar hidoyat topsam, bu Parvardigorimning menga vahyi qilgan Qur'onining sababidandir. Alloh haqiqatan anglab turg'uchidir. Yaqindir.
وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ. Agar sen ayni vaqtda ularning qo'rqib qochadigan yer topolmayotganligini, do'zaxqa elib berilish uchun mahshargohga yaqin joyda tutilayotganligini ko'rsang, albatta qo'rqinchli holini ko'ratding. وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّى لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ. Ular azobni ko'rganda iymon etdik deydi. Ular qandoqmi yiroq joydan iymonni qo'lga keltiralaydi. وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ. Ular ilgari uni, ya'ni payg'ambarni inkor qilgan edi. Ular g'ayb ishlari ustida yiroq joydan qarisiga so'zlaydi. وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُرِيبٍ. Ular bilan ularning orzu qilgan narsalari, ya'ni iymon aytish va jannatga kirish orasida to'solg'u paydo qilindi. Ularga ilgari ularga o'xshashlarga qilingandek qilindi. Chunki ular hozir iymon keltirgan narsalari ustida dunyodagi chog'larda cho'nqur shak